120 mingga 3 kishilik beshbarmoq bo'lishi mumkin emas. 3 kishilikda bundoq qilib berib qo'yasizmi? Tushunmadim, sen bu yoqqa yurgin. Xullas, Ma'rifagan beshbarmoqni ko'rsaman deb oshxonaga olib kirib ketdilar. Taxtalaganga birinchi 22 tadan kam bo'lmagan xamirlar solinib, ketidan 3 ta qazi, yana 2 ta alohida sur qazi va 330 gram go'sht solib, ustidan yaxshilab qaynagan sho'rva solinar ekan. Undan tashqari bu joyda so'qoq somsa ham qilishar ekan. Somsa paziga qo'shib, tandirda yoqiladigan o'tinlarni ham hattoki so'qoqdan olib keltirishibdi. Somsalarni qarang, yiltirashini, joylari ham yaxshi. Alohida zalligi ham bor ekan. Birinchi bo'lib qaynoqqina somsa. Undan keyin o'sha 3 kishilik beshbarmoq keldi. 120 ming yaxshi ekan deb tursam, yonida 3 ta sho'rvasi. To'ymay qolsangiz, birlagan xamiri ham bor ekan. Negativlik qilganiga sal uyaldi odam. Beshbarmoqning go'shtlari yumshoqqina bo'lib ketdi o'zi ham. Xamirlari ham yaproqdek. Hammazali chiqqan. Undan keyin men buni yeb ko'ring deb prezident mantisini olib keldilar. Ha, joyib. Mazasi menga rosa ham yoqdi. Bu bo'lsa qo'y matalashkasi. O'zi ham hil-hil bo'lib ketibdi. Bundan tashqari bu joyda 30 dan ortiq milliy va Uyg'ur taomlari ham bor. Balovlarimiz ham yoqsiz, yeb ko'rasizmi dedilar. Aka odam to'yib qoldi-yu, keyin kelaman dedim. Jiddax, sizga ham tavsiya qilaman. Ish vaqti 10:00 dan 23 gacha. Manzil Hasanboydan Kevrishda Keles mo'siga yetmasdan 10 qo'lda. Aniq lokatsiya Telegram kanalida bor.